Otabekka qarang, 756 sotiqli uyimiz chiqib qoldi sotuvga. 3-4 oy oldin blogerlarga reklama qildirishdi-da, 20 ming dollardan sotig'ini qo'yibdi. Obunachilarimiz taxmin qilib turinglar, nech puldan qo'yamiz? Biz klientlarni aytgan narxdan qo'ymaymiz. Reklama qilamiz, sotuvga olamiz, sotiladigan narxga urg'u beramiz. Planovkani tushuntirsam qarang, 5 ta xonasi bor bu yoqda. Bemalol kirib yashash imkoniyatini beradi. Endi qarang, qo'shimcha hovlisi bor. Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa bu ustunliklarni gapirib bering buni hozir masalan obunachilarimizga qiziq. Xo'p. 5 ta xona podvallarigacha bor xonadon ekan. Remontlari zo'r holatda. Endi misol fasad qismi 24 metr, 30 metrdan nari beri ichkarisiga bo'yapti razmer. Endi mana bu xonadon polniy bonusga o'tib ketyapti. Endi taxmin qilib turishga ham bo'lsa, narxini aytamizmi, nech puldan qo'yganimiz? Har bir sotig'ini 14 ming dollardan startviy narx qilib, mana shu xonadonni savdoga chiqaryapmiz. Bu yoq taraf quruq yer bo'lib turibdi. Bu yoq tarafi polniy. Bu bonus hammasi. Taxta chiqadimi, temir chiqadimi, to'sin chiqadimi? Bu hammasi bonus bo'lib o'zingizlarda qolib ketadi. Yoki kimdir misol uchun buni olib turib, oki-uki bu yoqga qurib olib, bemalol yana yashab olsa bo'ladigan sharoitlari bor ekan. Endi qarang, adres setili okela. Nazarбек postdan 4 kilometr kirasiz. Harakat legendarniy mahalladamiz. Sapura, Imom Azam masjididan 770 metr olingan masofa ko'rsatadi. Suv, svet, gazdan muammo yo'q, bu yerda bemalol yashash imkoniyatini beradigan joyi. Buni yarmini sotib olib, bu yoqda yashab, bu yog'ini sotib olish imkoniyatiga egasiz. Agar sizga qiziq bo'lsa, shu yerda sotib oling. Yarmini bo'lib sotamiz deb chaqirsangiz, o'zimiz chiroyli narxda yarmini ham sotib beramiz. To'ppa-to'g'ri, xudo xolisa aloqaga chiqaverasizlar, nomerlar qoladi, bemalol kelib, ko'rib, yoqsa talashib tortishib, savdosini qilsa bo'ladi. Agar kimdadir shunaqa sotiladigan joyi bo'lsa, nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaveringlar. Sotuv xizmati ham bor, reklama xizmati ham bor. Bemalol komanda bo'lib, xudo xolisa xizmatlarni qilib beramiz. Kelishilgan narxlarda, chiroyli narxlarda xizmatni ko'rsatib beramiz, xudo xolisa. Okalar, biz kelamizda suhbat qilamiz, ishlashimiz jarayonimizdan kelib chiqqan holatda prognoz qilib, klientlarni aytgan narxiga qo'ymayotganimizning sababi sotiladigan narxlarda qo'yib, chiroyli narxlarni atsenka qilib, keyin chiqaramiz. Alhamdulillah, kanalni kuzatsanglar bo'ladi, sotuvlar ham yaxshi bo'ladi. Sog' bo'lasizlar. Endi yana bitta narsani aytaman, nechtaligini aytmaymiz. Yanvar oyida ancha-muncha uy sotilib ketdi. Komandamiz avvalambor Allohdan komandani kuchi bilan ancha-muncha uy sotilib ketdi. Xudo xolisa, endi har bittasini aytib o'tirmaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sotiq 14 mingdan, yaxshi lokatsiyadan joy. Sog' bo'lasizlar. Sog' bo'ling.